أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Ey Allahqa, onun payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, Alloh yo'lida jihad qilish uchun otlanib chiqqan vaqtinglarda oldinlarga uchragan kishilarning mu'min yoki emasligini aniqlab ish ko'ringlar. Mu'minlardan ekanligi bilinib turadigan yoki iymonini yushirgan va sizlarga qarshi urush qilmagan odamga dunyo manfaatini ko'zlab sen mu'min emas demanglar. Allohning dargohida sizlarni mundaq qilishdan behojat qiladigan nurg'unlagan esil ne'matlar va katta mukofotlar bor. İlgiri İslamның dastlabki chaqlarida sizlarmu mushriklardan qo'rqib shundaq iymoninglarni yushiratdinglar. Keyin Alloh o'z fazlidan sizlarga kuch-quvvat ato qildi. Shunga sizlar oldinglarga uchragan kishilarning musulmon yoki emasligini aniqlab ish ko'ringlar. Chunki Alloh sizlarning qilayotgan barliq ishinglardan xabardordir. Eng maxfiy ishinglarni bilib turadi. Va sizlarga shu amalinglarga yarasha mukofot yoki jazo beradi.